Do'stlar, o'rta pod'ezd uylarga nihoyatda talab kuchli. Sizlar uchun bitta shunaqasidan topib qo'ydik. Kiev universiteti yaqinida joylashgan 4 qavatli uylarni birinchi qatida o'rta pod'ezd 2 xonali 3 xona qilingan chiroyli remont holatidagi uyni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bu ko'rib turganingiz zal qismi chiroyli ob'oylar qilingan, patologlari podsvetkali, konditsioner o'rnatilgan. Alohida isitish tizimi qilingan, ikkitadan radiatorlar o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Romlari akfaga to'liq o'zgartirilgan. Oshxonani verandaga chiqarishgan, oshxona jihozlari, stiralniy mashina hammasi qoldiriladi. Xolodilnik o'rnatilgan va bu yerda dog' kontur o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin. Keyingi xonasi kattalar yotoq xonasi. Chiroyli holatda yotoq o'rinlari qoldiriladi. Parda gilamlar hammasi, shkaflar ham qoldiriladi. Bu yerda televizor bor, qoldiriladi va 3-xonasi bolalar yotoq xonasi, yotoq o'rni bor, parda gilamlar qoldiriladi. Bu yerga ham radiator o'rnatilgan. Bu kirish qismi prixoshga qoldiriladi. Bu yer umumiy sanuzel, ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagi devorlar kafel qilingan chiroyli holatda. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Kiev universiteti yaqinida joylashgan 4 qavatli uylarning birinchi qavatida o'rta pod'ezd. Barcha jihozlari bilan sotuvga chiqyapti. Chiroyli holatda uy 32.500 dollarga baholanyapti. Albatta kami bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egasi bilan batafsil savdolash imkoniyati mavjud. Shunga o'xshash zo'r uylarni o'tkazib yubormaslik uchun Telegram kanalimizga hoziroq obuna bo'ling. Telegram kanalimiz manzili opisaniyada. Refar, siz izlayotgan uylar shu yerda.